Andijonim dedi. Axir shu sabab Andijon farzandi o'g'li edi u. Andijondan oxir Andijon bo'ldi. Bobur Andijondan Andijonlik u. Ayollar hurmati xosiyatli dedi. E'zozda ularga berardi urg'u. Tojmahal Boburning vasiyati edi. Bobur Andijondan Andijonlik u. Assalomu alaykum, biz Andijon davlat texnika instituti talabalari. Bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning 543-yilligida ajoyib ishtirok etish uchun bu yerga tashrif buyurdik. Charxning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu, xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu. Qaro zulfing firoqinda parishon ro'zg'orim bor. Yuzingni ishtiyoqida ne sabru ne qarorim bor. Labing bag'rimni qon qildi, ko'zimdan qon ravon qildi. Nechuk holim yomon qildi. Men andin bir so'rorim bor. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bugun Andijonda katta tantana. Sababi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kuni Andijonda nishonlanmoqda. Biz Andijon davlat texnika instituti jamoasi ham ushbu tadbirda ishtirok etayotganligimizdan bag'oyat xursandmiz. Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda tug'ilganligidan va andijonlik ekanligidan biz andijonliklar faxrlanamiz. Assalomu alaykum hoji aka, mana eshitdik. Mana shunday chiroyli bir-biridan go'zal milliy musiqa asboblarini ishlab chiqarasiz ekan. Birinchi savolim, necha yildan buyon mana shunday ajoyib milliy musiqa cholg'u asboblarini ishlab chiqarasiz? Men andijonlik hunarmand musiqa asboblari ustasi Abdumalik Madrayevman. 75-yildan beri mana shu milliy cholg'u asboblarini ishlab chiqarish va ularni qayta tiklash, ixtiro qilish bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgi kunga doir prezidentimizning qaroriga asosan 12 ta qadimiy cholg'u sozlarini mualliflik huquqini olgan insonman. Masalan, bulardan G'ichay Boburiy, Dilrabo, Dilnavo, Xushnavo, Meros degan cholg'ular. Bular Boburiylar zamonida bo'lgan cholg'ularning yangi namunalarini mana bugun o'sha yerda ana shu cholg'ularimizda ansambellarda ijro etilyapti. Qolaversa, O'zbekiston filarmoniyasida ijro etyapti bu cholg'ularimizda. Gilier nomidagi ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida cholinyapti. Umumiy ta'lim maktablarimizda bu cholg'ularimizdan shug'ullanib ketadi. Biz asosan ko'proq ishlab chiqargan cholg'ularimiz jahon standartiga to'g'ri keladigan cholg'ular ishlab chiqaramiz. Nimaga deganda bizim madaniyatimiz juda qadim-qadimdan bo'lgani uchun qadimda juda zo'r cholg'ularimiz bo'lganligi haqida Hazrati Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburning g'azallarida ifoda etilgan. Shularga biz qarab turib, haqiqatda zo'r cholg'ular qilishimiz kerak. Xalqimiz zo'r cholg'ularimizda zo'r asarlarda ijro etsin degan maqsadda ishlab chiqaramiz. Shu kungacha qancha shogird chiqargansiz? Hozir 50 dan ortiq shogirdimiz bor. O'zbekistonimizni Qashqadaryoda, Buxoroda, Shahrisabzda, Toshkentda hamda o'zimizni Farg'ona vodiysida, Farg'ona, Qo'qonda, asosan Qo'qonda ham bir oilaviy shogirdlarim bor, Toshkentda oilaviy shogirdlarim bor, Andijonimizda bor. Hozirgi kunda 30 ta shogirdimiz o'zimiz Andijonda xizmat qilishmoqda. Biz G'ichay Boburiy degan oilaviy korxonamiz bor. Oilaviy korxonamizda umumiy ta'lim maktablari va musiqa maktablari uchun musiqa asboblarini ishlab chiqarishyapti. Rahmat kattakon, kelgusi ishlaringizga omad tilaymiz. Chiroyli suhbat uchun sizga o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doim sog' salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, bunaqa bugungi butun nafaqat Andijonda, butun dunyo bo'yicha bayram desak bo'ladi. Chunki bobomiz Bobur Mirzo hatto Hindistongacha oyoqlari yetgan, mana borgan joylarini gullatgan. Bu odam tavallud topgan kuni. Bu odam tavallud topgan kuni butun hammamizda hozir bu yerda biz ijodkorlarda shunaqa bir quvonchli xabar bilan shunga tayyorgarlik ko'rganmiz. Mana shunga atab konkurslar qilganmiz. Hozir viloyat hokimi sovrini uchun deb 3 kun mobaynida konkurs, hozir konkursning natijasi shu yerda e'lon qilinadi. Mana shu hozirgi ko'rsatib turgan bu haykalimiz ham shu konkursimizning natijasi. O'zi andijonlik, lekin hozirgi paytda talabalik Toshkentda talaba bo'layotgan haykaltaroshimizni namuna ishi
ishlardan namunasi mana shu Bobur haykalini o'zi alohida turganini bu bola 3 kun ichida yasadi. Shunga mana bu yerda katta bir badiiy ijodkor uyushmasini bir maxsus komissiyasi bilan birgalikda bularni birinchi o'rin deb tan olinib, hozirgi viloyat hokimi sovrini uchun birinchi o'rinda oldilar. Endi bu yerda rang tasvir, grafika, bu hamma bu yerda yo'nalishlar mana ko'rib turibsizlar. Bayramona hamma yerga yoyib yuborganmiz ijodkorlarni. Bizi o'zi asl maqsadimiz xalqimizga, vatanimizga xizmat qilib, xalqimizga shu badiiy ijodkorlar uyushmasi nomidan shunaqa xalqimizga ijod nima, bu san'at nima, shuni yana ham ongiga singdirib, shu bugungi bayramni ko'tarinki o'tkazish maqsadida shu yerda to'planib turibmiz. Biz ijodkorlarga shuncha e'tibor beryapti. Buning uchun avvalo bu tinchlikda, bu qilayotgan bunaqa bayramlar qanaqa tinchlikda yarashadi. Avvalo prezidentimizga rahmat, viloyat hokimimizga rahmat. Shu yerda shunaqa bayramlar tinchlikda, shunaqa go'zalliklar yaratilayotganiga biz juda o'ta mamnunmiz. Faqatgina bizdan qoladi ijod qilish, ijod. Keyingi yana bayramlargacha faqat tinmasdan ijod qilish xolos bizning vazifamiz. Rahmat.